Sizga $1000 yana chegirma qilib beraman. 30% chegirma beraman. Bemalol xarid qilib ketsalar bo'ladi. Garantiyaga keladigan bo'lsa 6 yil 200 ming probeggacha garantiya beriladi. 6 yil? Xo'p, mashina o'ziga moslashtirilgan salon ichi ham. Ko'rasiz, brendi faqat Xitoy. Tamom, O'zbekistonda o'zidan ishlab chiqariladi. O'zbekistondan chiqariladi. 375 million edi, skidkaga 351 million so'm bilan chiqib edi. Suis S0 7 tani. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozir Buxorodamiz akalar. Suis avtomobilini asosiy glavni avtosalonida kelib turibmiz akalar. Qolganlari filiali bo'ladi. Mana shu yer haqiqiy ofisi bo'ladi. Mabodo Suis avtomobili xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 6,5% bilan akalar, 6,5% bilan bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi akalar. Pastda nomer qoldirib ketaman. Afsona TVdan qo'ng'iroq qilyapman deyurasizlar. Zapchaslari, servislari hamma yoqda bor. Bir boshdan bular haqida ma'lumot berib o'tdim. Narx-navosi, qanaqa stilda sotib olsangiz bo'ladi, naqd pulga, avtokredit, lizing hammasi haqida ma'lumot berib o'tildi. Videoga like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Afsona TVdan qo'ng'iroq qilyapman deb chiqaverasizlar akalar. Hammaga omad tilayman, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Buxoroda Suis avtosalonining eng zo'r yangiliklari boshlandi. Qarang, Suis Buxoro adresimizni birinchi aytib o'tamiz. Karon bozordan kelishga, Xorazmdan kelishda Guliston svetofor bormasdan ana Jitur avtosalonidan birga yonma-yon joylashgan. Katta plakatimiz ham bor, Xitoy devor deb nom chiqargan. O'sha devorda o'tgandan keyin bu tarafdan Qashqadaryodan kelishda Karon bozorda bormasdan Suis avtosaloni ish vaqtimiz soat 9:00 dan boshlanadi to kechki 8 gacha. Shanba, yakshanba kuni ham ishlaymiz. Dam olish kunisiz. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Undan tashqari nomer telefonlarni qo'ydiramiz, lokatsiya, adresimizni tashlab beramiz. Bemalol. Keling bir ichkariga mashinalarni poli hammasini to'liq obzor qilib, chiroyli qilib beramiz. Aka, bugun nima yangiliklar tayyorlab qo'ydingiz, xudo xolasa? Bugun yangilikni zo'rni hozir avtosalon ichkariga kiraylik, polni sizga to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu tashqaridagi bor mashina ichkarida ham bor. Bu, shuna hamma mashinamizdan bor. Islom aka qarang. Xohlagan rangdan bor hozir mashinamiz nalichida ham bir kunga xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bir kunda. Bir kunga. Xohlasangiz oq, xohlasangiz qora, xohlasangiz seri, xohlasangiz choko rangidan farqi yo'q, qanaqa rang. Undan tashqari salonning ichini ham rangini xarid qilsangiz bo'ladi. Buxoroda zo'r yangilik, Glavniy ofis Buxoro bo'lganligi uchun O'zbekistonga Suis avtosaloni Glavniy Buxoro, servis xizmati ham Buxoroga, Glavniy ham Buxoro, birinchi Buxoroning o'zi ochilgan. Hozirda aksiyani eng zo'ri ketyapti. Masalan, mashinamiz 375 million edi, skidkaga 351 million so'm bilan chiqib edi. Suis S0 7 tani. Ko'rsatib o'ting. Kelana narxini bitta ko'rsatib o'ting. 351 million so'm edi. Hozirga agar shunga bitta parok, bitta polek o'rnatsangiz agar 6,5 million zapchas olsangiz agar sizga $1000 yana chegirma qilib beraman. 351 million narxidan. Tanidan, ha? Tan narxidan. O'yini 3 million so'm, yana 351 milliondan so'mdan kam to'lasangiz bo'ladi. O'yini 3 million so'm. Parok bitta polek olsangiz ham bo'ldi. Qo'shimchasiga, ha? Qo'shimchasiga, ha. $1000, o'yini 3 million so'm tan narxidan chegirma. 337 million so'm, 338 million so'm bilan chiqibdi. Bunaqa 7 kishilik mashina, panorama tom, голосовой управление, koja sidenlik. Bunaqa mashina bironta avtosalonga hozirgi vaqtga yo'q. Yo'q, ha? Garantiyalari ham yaxshi, ha? Garantiyaga keladigan bo'lsa 6 yil 200 ming probeggacha garantiya beriladi. 6 yil 200 yil yoki 200 ming probeggacha garantiya. Videoda o'zi servis xizmatlarini ham qo'lni ko'rsatib o'taman. Bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mashinamiz Suis mashinasi 1995-yildan beri bor. Brendi Xitoy, Germaniya, nemis bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan dvigatel elektrooborotini. Dvigatel bo'lsa agar Mitsubishi Yaponiya. Dvigatel Mitsubishi Yaponiya. Garantiya 6 yil 200 ming probeggacha. Undan tashqari gaz ham o'rnatsangiz bo'ladi. Gazga ham 100% ishlaydi. Gazga ham yuradi? Yuradi. Propanga ham yuradi? Gazda ham o'zimiz o'rnatib beramiz undan tashqari. Servis xizmati bor deb aytdingiz. Servis xizmati borku, o'zimiz o'rnatib beramiz. Garantiya, chist garantiya qoladi. Undan tashqari servis xizmatimizga kelsinlar, servis xizmatimizga 30% chegirma beraman. Bemalol xarid qilib ketsalar bo'ladi. 30% chegirma. 30% chegirma. Yana undan tashqari masalan 5-6 ta massa zamin qilsalar agar 7-6 massa zamin bepul qilib beraman. Ana bo'lmasa akalar. Kelsinlar, ko'rsinlar, hayda ko'rsinlar, o'tirib ko'rsinlar, o'zlari ko'zlari bilan ishonch hosil qilib, to'lovni qilib olib ketsinlar bemalol. Bunaqa garantiya, bunaqa yilga
6 yil bu hazilakam muddat bas aka bu. Mashina o'zi ham 200 ming probeg u hazilakam 200 ming probeg. probeg bas akalar. Shunday. Necha xil varianti bor endi aka? Xo'sh, S07 ning ikki xil pozitsiyasi bo'ladi. Biri 5ligi, biri 6ligi. Masalan, biri 6ligi 377 million so'm. Faqat bu ko'rinishi bir xil. Faqat dvigateliga farq qiladi. Dvigatel yana bir ikkita funksiyalar bor, o'shanga farq qiladi tamom. Qolgan hamma joylari bir xil. Bir xil, почти. 377 million so'mlik mashina 13 million so'm chegirma qilib bersam aka 364 million so'm bilan xarid qilib ketsalar bo'ladi. Mana aka. Yangilik Nizorda faqat Buxoro Glanovs bo'lganligi uchun Buxoroga qilib beramiz. Faqat Buxoroning o'zida. Shunday. Chiroyli qilib. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz qay? Bo'ldi. Sam aka, keling. Mashinani salonidan ko'rsatamiz akalar. Mana polni koja qilingan. Sizniklari polni salon ichiga ham o'tirgan paytga bor-ku, his qilasiz-da o'zingiz. Shunday o'zingiz mashinangizdan kelib shunday o'tirganingiz-da. Shunday. O'zi yana odamni yashagani keladi. Ko'ryapsizmi? Kojalarni ham ko'ring, kojalarni ham polni koja qilingan, hamma joylari koja. Ruli elektronika rul. Yengilgina rulcha. Polni splashnoy o'tgan. Kamera 540 gradus kamera bo'ladi 1.6likka. Video registrator ham o'ziga zavodskoy video registrator. Qarang, kamera qaytarasiz, mashina o'zi sirrazi o'zi ko'rsatadi. Ko'ryapsizmi? Endi bundan tashqari, bundan tomosha qiling. Голосовое управление ham bor. Слушаем вас. Закрой люк. Извините, я не могу. Хорошо. Ko'ryapsizmi? Mana shtorkasi yopilib kelyapti, o'zi lukni o'zi ham yopiladi. Katta panorama tom bu. Tog'-pog' bo'lsangiz agar bemalol ketaveradi. Ochib qo'yamiz. Ko'ryapsizmi? Qanday video registrator o'ziga, klimat kontrol. Siz kansani yoqib o'tirsangiz bo'ladi, mapechka yoqib o'tirsam bo'ladi. Bir vaqtni o'ziga. Ikkitani bir vaqtni ichida. 3 ta orqa o'rindig'iga ham bor. O отдельный. Беспроводной зарядка. Скоростcha, xrustarchka urib qo'yasiz, ketaveradi. Rushnik, knopочный. Bar, morozelkasi bor barni. Ko'ryapsizmi? Qanday qo'ysa muzdek ketaverar ekan. Shishalari undan tashqari avto holatiga ishlaydi. Qo'yib qo'ysa odam qo'ysa qisilib qolmaydi. Elektronika sidenlik, zaps sidenliklari bor. Abagrev abduf sidenliklari bor. Ko'rsatib o'tsangiz ham bo'ladi. 3 xil rejimda ekan, ha? Dinamik Sony. Albatta, kolonka. Ko'ryapsiz qanday. Narxiga ham, o'zi ham, kachesasi ham hozirga zo'r ketyapti-da. Bu 1.6lik ekan. Bu 1.6ligi, bu 1.5ligi ham ko'rsataman. Keling, buni orqa o'rindiqlarini ham bir ko'rsatib o'taylik. Polni to'liq obzor qilib beraylik. Qarang. Masalan, orqa o'rindiqga o'tirgan paytingizga sizniklar oldinni siznikiday regirovka bo'ladi. Oldin, orqa bo'ladi. Ha. Keyin siznikiga ham xohlasangiz yana yotqizsangiz bo'ladi. Bemalol yotib, dam olib, borib kelsangiz bo'ladi. Klimat kontrol отдельно bu yonadi. Bu klimat kontrol deflektorlari bor, pastga abagrev abdu sizniklarniki knopkalari bor. Bez zaryadkalari ham bor. Orqasi bor. Bunga ham abagrevlari bor. Endi keling orqa o'rindiqni men sizga ko'rsataman. 7-o'rindiqni ham ko'rsatib o'taman sizga. Xo'p, keling. Isom aka. Orqadan ko'rsatamiz. Qarang. 7orqalari, stoplari splashnoy yonadi. Patroniklari bor, kameralari bor. Zapaska pastiga bo'ladi. Zapaskani pastiga propanol o'rnatsangiz bo'ladi. Salon ichiga hidi ham urmaydi. Tagida bo'ladi. Tagida bo'ladi. Elektronika o'zi ochiladi, pult bilan ham ochiladi, salon ichidan ham ochiladi, o'zi ham ochiladi. Qarang, xohlang 7 o'rindiqli qilib qo'ying. Xohlang spalni qiling, tog'ga borgan paytingizga gostinsaga pul berib o'tirmang, mashina ichiga mazza qilib yoting. Gap yo'q. Mana akalar. Oilaviy sig'mayapman deganlar bo'lsa aka. Bizga hamma mashinamiz 7 kishilik, 5 kishilik mashina yo'q. Chunki hozirda O'zbekiston klimatiga 7 o'rindiqli mashina to'g'ri kelyapti. Ko'ryapsizmi? Disk rejimlari ham bor. Polni elektronika, avto holatiga ishlaydi. Mashkeling bitta men sizga ko'rsatib o'taman. O'zbekistonning o'zidan ishlab chiqariladi. O'zbekistonning o'zi. Ko'ryapsizmi? Brendi faqat Xitoy. Tamom, O'zbekistonning o'zidan ishlab chiqariladi. O'zbekistondan chiqadi. Keling, 351likdan bir salon ichini ko'rib o'tib ko'rsatsangiz. 351ligi o'zi siktiga 338 million so'm bilan chiqibdi. Ko'ring. Uncha farqi yo'q. Bir xil. Haqiqatan. Ha, bir xil. Faqat klimat kontrol joyiga bitta kashilok bo'ladi. Yana telefon qo'yish uchun besprovодной zaryadnik bor. Bar morozelka bor. Kamera, krugovo, obzor kamera bor. Голосовое управление bor. Hamma funksiya bor. 338 million so'mga hozirga bormi shunaqa mashina? Burunda Shu holatda komfort. Shuni komfort, elektronika, sidenliklari, xrustashki, skoroslari ko'ryapsizmi? Qanaqa? Motori bilan nimasi farq qiladi? Faqat dvigateli bilan bir ikkita funksiyalar bilan farq qiladi. Tamom. Kelsinlar, o'zlari ko'rib,
Keyin undan tashqari tez drive xizmatimiz ham bor. Haydab ko'rsalar ham bo'ladi. Bemalol. Bemalol. Bunda ovozda boshqarish bor bunda ham? Bor, голосовое управление bor. Bunda ham Hamma mashinamizga bor голосовое управление. Bunda sovutish yo'q lekin, ha? Yo'q, sovutish shu bunga o'zi perforonini bo'ladi. Terlatib yo'q, ha? Abagrev ham shart emas. Buni orqasi ham, o'zi ham. Даже ko'ryapsizmi? Orqa. Bu ham 7 o'rindiqli. Keling, orqasini bir ko'rsatib o'taman. Aha. Keling 7-mezdan ko'rasizlar. Bu o'sha narsa bir xil 7 o'rindiqli 338 million so'm hozirga olsangizga bo'ladi. 7 o'rindiqli, ana 7 kishilik. Xohlasangizga yotqizib qo'ysangiz ham bo'ladi. 7 kishilik. 7 kishilik. Endi qarang. Masalan, pultni o'zi turib bagajni yopsangiz ham bo'ladi. Bemalol. O'zidan yopiladi. Mashinani xohlasangiz pultni o'zidan yoqsangiz ham bo'ladi. Mashina o'zi yonadi, pultni o'zidan. Avtomatik. Polni. Keyin undan tashqari, xo'p. Buni tomosha qiling. Agar xohlasangiz mana mashina yondi, o'zi yondi, ko'rgan bo'lsangiz agar. O'chirsangiz ham bo'ladi, bosib o'tiraman. O'zi o'chadi. O'chdi. Endi qarang, masalan, havosni almashtirmoqchisiz-ku, shishalarni o'zi tushadi. To'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Endi buni qarang, bolalarni qo'li kallasi qolsa-ga qisilib ham qo'lmaydi. Aka, ko'ryapsizmi? Xavfsizligi juda kuchli mashinani. Birinchi o'rinda. Ha, shunday. Gap yo'q. Diskalar ham 20. Mexika baloncha. Bunga rasxod yo'q. Tushunasizmi? Rasxod bir so'm rasxod qilmasdan. Xohlagan ranglarini ham ko'rsatib o'ting, keling. So'm aka, ranglarini ham ko'rsatib o'ting. Lo'boy rang bor ekan, aka bu. Xohlasa bunaqa rang ham bor. Farqi yo'q, qanaqa rang desalar ham. Mana bu rang. Chiroyli qilib taxlab beramiz. Rangi uchun bir so'm to'lov qilinmaydi. Ortiqcha summa yo'q. Shunday. Keling, salon ichini ham yana bitta sizga ana bu rangdan ham ko'rsataman. Xohlasalar agar salon ichini ham rangini vibr qilsalar bo'ladi. Tanlasa bo'ladi? Bo'ladi. Mana rang. Boshqa rang bu. Nargis qora edi. Har xil rangdan bor ekan-da. Shunday. Tanlash imkoniyati bor. Salon ichi o'zi rangi, lo'boy rangidan bemalol tanlasangiz bo'ladi. Narxiga bir so'm to'lov qilinmadi. Keling, men sizga endi S09 pozitsiyasini ko'rsatib o'taman. S09 pozitsiyamiz benzinli, gibridli pozitsiyasi bo'ladi. 2 xil u ham, aka. 2 xil, 4 xil, общийga 4 xil pozitsiyasi bor S09 ni. Xo'p. Biri 6ligi 403 million so'm. Ana shu katta gavdalik mashina 7 o'rindiqli 403 million so'm. Ikkinchisi 429 million so'm. 2 turbina. Masalan, kreditlarni hisobga olmadik-ku. Kreditlarga masalan 6,5% bilan o'zim sizga taxlab beraman. 6,5%. Masalan, S19 pozitsiyasini 50% to'lov qilsinlar, 6,5% bilan olib beraman. 50%ni. Bu degani rassrochka degani. Rassrochka, to'g'ri. Keling, bir ko'rsatib o'taymi? Xohlasangiz 403 millionligini. Xohlasangiz qayerdan boshlaymiz aka? Keling, marhamat. Keling. Bu yoqqa o'tmaysizmi siz aka? U tarafdan, rol tarafidan. Lekin polniy tonirovka qilib aka. Ko'rsatib o'tay. Polni o'zimiz tonirovka qilib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Qop-qorong'i bu. Voy, bu. Mana buni qarang. Kattaligini ko'ryapsizmi buni? Salon ichini ham. Kattaligini ko'ryapsizmi? 403 million so'm, gavdasi ham katta, o'zi ham katta-da. Katta monitorini, pulti ham bo'ladi, pulti ham ikkita bo'ladi. Monitorni yonishini, monitorning kattaligini ko'ring. Bunga faqat o'zi katta panorama ton bo'lmaydi. Gibrid pozitsiyamiz bor, gibrid pozitsiyamizga bo'ladi panorama ton. Hamma yo'q bor. Hamma narsasi bor, shunday. 403 million so'm, o'zini shu mana shu ko'rgan mashinangiz 403 million so'm. O'zi ham kattaligi ham katta, o'zi ham katta. Kojasi ham polni, elektronniy оборудование, polni full mashina. Barchani ochilishini ko'ring. Xohlang bu tarafga o'ching. Xohlang bu tarafga o'ching. Kastroykasi shu ham, ha? Qulaylik darajasidan zo'r yaratilgan-da. Gap yo'q lekin mana. Kamera, hammasi bu. Polni, krugovoy, monitorni ko'ring. Monitor ishlashini ko'ryapsizmi? Qatish yo'q aka bunda. Uni qarang, monitorni. Qana aka? Mazza aka. Olasiz, minasiz. Tamom. Bunga bular xarajat qilib yurmaylar. Keling, bir orqasini ham mashina ko'rsataman. Bu ham Islom aka 7 o'rindiqli bo'ladi. 7 kishilarni. Ko'ring, mendan katta mashina. Sizdan baland. Ko'ryapsizmi? Mendan baland. O'zi ham kattaligi ham katta. Temol 6,5% bilan o'zi kreditlar bor-ku, chiqibdi-ku. Вообще zo'r ketibdi-da, продажasi 6,5% bu nima degan gap akalar?
Raskoshka degan gapda 1 yilga o'tirsa-ga 4 million, 5 million pul o'tiradi, 1 yil davomgacha. O'tirsa foizi. Ko'ryapsizmi? Qanaqa kattaligini. Lekin manzuri ham katta ekan aka. Bemalol Uzun, baland. Bu joyga borsangiz ham yorib chiqasiz. Ham o'zi ham katta, ham mashina o'zi ham katta. Endi 429 millionligini bitta ko'rsatib o'ting, keling. Ha. Bu gibrid aka. Даже yo'q, bu benzin bu ham. Benzinmi bu ham? Ballonlarni ko'ring, даже Michelin ballon. Ko'ryapsizmi? Bu ham salon ichi o'zi bir xil, ana shu ko'rib ko'rgan faqat bu 1.6, bu 2 turbina bo'ladi. 2 turbina bu, ha. Shuni gibrid passamiz bor, o'z gibrid passamizni hammasiga ko'rsataman, mana bu xiniga gibrid passamiz. Keling. Ana bu masalan gibrid passamiz. Gibrid. Gibrid passa hozirga buni narxi 468 million so'm edi. Bunga ham $1000 bonus qilib beraman. Bunga ham, ha? 455 million so'm bilan chiqadi. Gibrid 200 kilometr xohlasangiz to'kka zarat qo'ying uyga. Xohlasangiz benzinni to'kka hayda. Bitta polni to'kib bak 1200 kilometr yurib beradi. Bitta zarat qo'ysangiz agar 200 kilometr 150 kilometr yurib beradi. Qo'shimchasi. Benzin solmasdan ham haydasangiz. Salon ichi, ko'rinishi ikkalasi bir xil. Buni даже panorama tomlari ham bor, ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Qo'shimchasiga. Ikkalasi S09 da hammasi bir xil, faqat gibrid uji bu passasi. Uji zamonning talabiga moslashib kelyapti-da gibridlar. Morgan sari aka. Shunday. Gibrid elektromobillar o'zi zamon talabiga mos. Ana ko'ring, bu tarafdan benzin, bu tarafdan uyga xohlasangiz agar zarat qo'ysangiz ham bo'ladi. Ha, bu tarafdan. Ha, zaratnikini ham beramiz, bemalol. Zaratniklari ham bor, o'zimiz beramiz, bemalol. Zarat qo'ysangiz ham uyga bo'laveradi. Mana zaratniklar o'ziga tashab qo'yilgan. Ichida. Ichiga zaratniklar 7 o'rinliqli bu ham. Bu ham 7 o'rinli. Bu ham 7 kishilik. Bizga hammasi o'ylagan mashina. Ko'ryapsizmi? Disk rejimlari даже bunga ham bor. Qismaydi, ha? Qisib qo'ymaydi. Qotib yurmaylik endi. Shunday. Xo'p, gibridning yana bir xil pozitsiyasi bor. Mana bu ko'rib turganingiz, hammasi ko'rinishi bir. Buni narxi hozirga o'sha $1000 chegirmasi bilan chiqibdi. Bu 451 million edi. Bunga ham chegirma bilan 333 millionmi, 334 million so'm bilan chiqibdi. Nima farqi bor aka ikkovini? Bu faqat old kuchiga farqi qoladi. Bu nechilik bu? Bu biri 6lik bo'ladi, bu o'sha 2 bo'ladi. Ha, 2 bo'ladi. Motorda farq qiladi. Motoriga farq qiladi, ha. Ko'rinishi, gavdasi bir xil. 433 million so'm zo'rda bu aka, 433 million so'm. Endi qarang, xohlasangiz eng zo'ri rangchan nima deyapti bu? Bu boshqa ekan. Bitta ko'ring qani? Qanaqa rangi? Bitta bo'lib yurasiz bu rangni. Bitta, lekin. Salonni ichini ham bitta ko'rsatib o'ting, salonni ichi ham o'ziga moslashtirilgan. Bitta bo'ladimi salon ichi ham? Ko'ryapsizmi? Rang o'zi aka. Salonni ichini ham ko'ring bitta aka. Xo'p, mashina o'ziga moslashtirilgan salon ichi ham. Maza yo'q aka. Bizga ham bitta beringlar-da, ko'chalarga ham chiqmay aylantiringlar bo'ladi. Ko'rsataylik. Aka, tamom, ishingiz hal. Mashinangizni shunday berasiz, trading qilib o'zimiz olamiz. Trading ham bor. Trading ham bor. Bu yangi mashinani sirasi haydab ketasiz. Bir kunga. Agarda bir kunga ishingiz hal bo'lmay qolgan taqdirga ham gostinitsa o'zimizning hisobdan bo'ladi. Gostinitsa. Hech narsa problema emas, aka. Olish kerak, minish kerak. Tamam. Keling, men sizga yashab bersa bo'ldi ekanda aka. Men sizga bitta servis xizmatni ko'rsatib o'tay, eng glavni kerakli narsani ko'rsatib aka, bu rangini farqi yo'qmi hozir shuni narxiga? Yo'q, rangi uchun 1 so'm to'lov bronchaga berilmaydi. Na salon ichi, na o'ziga. Keling ana. Qo'shimchasiga. Qo'shimchasiga. Servis bor bu yoqda. Servisiz bor, servisiz katta. Mutaxassislarimiz bemalol har bir 2 oyga borib zavodda o'rganib kelishadi. Ana zapchasilari ham kelgan, yangi. Ana bu servisimiz, ana zapchasilari, hamma narsasi bor. To bamperlargacha, xadovoylargacha, ana bu sklatchamiz ham burini bemalol ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Asosiy kerak bo'ladigan narsalar bor. Hamma narsasi bor. Hech narsa bizga Isombek muammo emas. Chunki glavni Buxoro o'sha uchun. Buxoroning o'zidan tarqatiladi hamma narsa. Mashina o'zi ham Buxorodan, aksiyalar ham Buxoroning o'zidan birinchi ochiladi, Buxorodan chiqadi. Buxoroga boshqa viloyatdan ko'ra yana yaxshiroq nimaski, yana bir narsa qo'shib ham beradi. Qilib bermayman desa ham qo'shib beradi. Kelsinlar o'zim she'rga bilaman. Chiroyli qilib taxlab beramiz qo'ldan kelgancha. Hozir ham bo'l o'sha $1000 bonusni 6,5 million so'mga zapchasi olsangiz agar, bitta paro, bitta polik bir o'rnasi qo'shib olsangiz agar, 13 million so'm men bonus qilib beraman.
Tekinga qolib yana foydada ham-da. Tekinga qolib yana foydada ham. Tekinga o'zi olgan narsalari ham o'zlari bilan birga ketadi-ku. O'sha aytaman-da. Mashinaga qoladi, o'sha mashina bilan birga o'zlari bilan ketadi. Nima qilyapti hozir? Parq qo'yaptimi? Yo'q, bu urib kelgan, o'sha bamperlarni almashtirib taxlayapti. Ha, urgan bu mashinani. Shuna, o'sha uchun hamma narsalari bor. Hech narsa problema emas. Hammasini hech narsasini o'sha uchun qo'rqmasdan bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Asosan kerak bo'ladigan buferlari, masalan, diskalar, balonlar, hamma narsasi bor. Moy, moy kuyulaveradi aka. Shuna. Hech narsa hozirda bizga muammo emas. Yaxshi bo'ldi, lekin ko'rsatganmiz aka. Biruvlar hamma yoqda ko'rsatib ketdik. Sababi ko'pchilik birinchi yangi mashina olishdan oldin servis xizmatini o'ylaydi-da aka. Shuna. O'sha uchun kelsinlar, ko'rsinlar, o'zlari haydab ko'rsinlar. Minib ko'rsinlar, test drive'imiz bor, tradingimiz bor. Bemalol ko'rsinlar, keyin to'lovni qilib, xarid qilib chiqib ketsalar bo'ladi. Bemalol shanba, yakshanba kuni ham kelsalar bo'ladi. Shanba kuni ham. Shanba kuni ham, yakshanba kuni ham eng kamiga 20% ham to'lov qilib, xarid qilib ketsalar bo'ladi. Lekin qancha to'lov summasi ko'proq bo'lsalar, o'zlariga foiz stavkalari ham yaxshiroq bo'ladi. Bo'ladi. Bemalol hammani kutib qolamiz. Nasib bo'lsa qo'ldan kelgancha yordam qilib beramiz. Eshikdan kirib kelgan paytlarga chiroyli kutib olamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilib, xursand qilib mijozimizni uzatamiz inshaalloh. Aka, bitta savol, mana avtokredit haqida gapirib o'tib ketdik. Qancha pul bilan olib keta olamiz avtokredit? Shuni aniqroq qilib kirgizib ketaylik. Masalan, mashina narxi masalan, oddiy mana bu mashinalarimiz 338 million bo'lsa agar 20% oling, 68 millionmi, 60 necha million bo'ladi? 68 million? Shuna. 68 million. 68 million, 70 million. Hay grubi 70 million. Soat 4 soatda ishi bitadi. Shuna, bir kun ishlari bitadi. Bank ham yo'q shu yerda, xudo xolasa. Shuna, bank ham bor. Bank xohlasalar banka menejerlarimiz bilan borib, bemalol menejerlarimiz o'zi o'tkazib kelib, yordam qilib berishadi. Yo, endi aytmoqchimanki, to'lov qilgandan keyin o'zi aqa yugur, baqa yugur, haligi unaqa narsa bo'lmaydi aka. Menejerimiz o'zi boradi. Kerak bo'lsa, o'zi boradi, menejerimiz o'zi boradi. Bemalol borib, sirazi ishlarini o'sha bankka hallab qaytib kelishadi. Kofe choy ichib, mashinalarni moyka qilib, chiroyli qilib olgan, sotib olgan narsalarni o'rnatib beramiz, chiroyli qilib, meni mazza qilib ketishadi inshaalloh. Gap yo'q aka, ishlarga omad. Sam aka, rahmat sizga ham. Lekin xursand bo'ldim, hamma sharoit qilibsizlar, ayniqsa zapchastlar to'g'risida ham ancha ma'lumot berdingiz. Avtokreditga naqd pulga olaman degan obunachilarimiz uchun ham yangilik, lekin bu joyimiz akalar O'zbekiston bo'yicha eng glavniy ofis suyuz avtosaloni bo'ladi. Qolganlar filiali bo'ladi. O'shaning uchun bonuslarni ham ko'rdilar, o'zlari yonidan ham bonus qo'yapti. Pastdan nomer qoldirib ketamiz. Albatta aloqaga chiqishadi aka. Sog'likda, salomatchilikda. Charchamanglar, rahmat amaga.